Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Sumayya. Bugun sizlarga Musabayning qisqa bir hikoyasini o'qib beraman. Musabay, bayqasam to'pimi oltin. Bahovuddin boy bilan Husanbayning otasi Musabay aslida nomrod bir yigit ekan. Biroq uning qo'li kang, jehri uchuq, lilla gap qiladigan odil yigit ekan. Musa bir kuni hovlidagi o'jimning to'yida yetib sarida bir tush ko'ribdi. Oppoq saqqalli uch kishi uning eshik oldiga kelib to'libdimish. U chiqqandan keyin egar jabduqliq bir otga mindirib Qashqar shahri tarafga ilib mangdek. Yo'lda borg'uchi oqsoqlardan biri so'rab qo'yib, o'g'lim, onangizni qandoq ne'matlar bilan bequvvatsiz, debdi. Musa mehribon onasini paqlan go'shti, tola suti, to'g'ri o'rdak tuxumida bequvvatganligini, dehqonchilik ishlarida ravoj tepib, hosilning yaxshi bo'layotganligini so'zlab beribdi. Buningdan keyin debdi oqsoqolliq biri. Dehqonchilik ishlarini mahalladagi birodarlaringga o'tinib berib, o'zingdan soda setiq ishlari bilan shug'ullangan. Chunki soda setiq ishlari va chorvachilik ishlari ondan qolsa o'rmonchilik ishlari bilan kishining qadimiy ilgirini bosadi. Faqat dehqonchilik ishlariga qarab olsa, ochliq degan oz bo'lsa yetadigan, ko'p bo'lsa ketadigan nima? Debdi. Savdogarlikni sarmoyasini nerdan topaman? Debdi Musa imtihon bilan. Uning qaroyi techog'liq, debdi uchinchi kishi. Men sizni uchmiravandagi bir toshning tubiga boshlab beraman. Toshning ostida bir ko'za oltin bor. Uni ishlasangiz har qanday sarmoyaga yetib oshadi, debdi. Musa ular bilan uchmiravandgacha birlikda mengibdi. Soqolliqlar otdan tushibdi. Uchinchi kishi qamchining siti bilan yo'g'on bir toshni irg'ib etibdi. Shuning bilan toshning ostida turgan sapsariq oltinlar kun nurida val-vul qilib ketibdi. Musoning ko'zlari chaqnabdi. Pah! Deb varqirabdi. Hayajon bosolmay shuning bilan uyg'onib ketibdi. Nima bo'ldi, bolam? Debdi uning endi uyg'oq yotgan onasi Musoning varqirishidan ansirab. Ona, debdi Muso hayajonni bosolmay, hasratlik tush ko'rib uyg'onib ketdim. Yaxshi tush ko'rganmidingiz? Debdi ona. Shundoq, debdi Muso va tushini onasi so'zlab beribdi. Haqiqatan hasratlik tush ekan, debdi uning onasi hayajonlanib. Ana bola ikki o'rnidan turib, namozini o'qib, choy ichgandan keyin Muso eshikni minib uchmiravonga mengibdi. Mahalladaglar nega mangding desa, eshak boqqach tarmachtirib kelaymikin, debdi Muso. Shu kuni kechda u bir xurujining ikki beshig'ali qochilgan oltin eshigiga qaratib onasining oldiga ketdi. Ona hayron qoldi. Shundan e'tiboran ularning turmushi kun sari yuqori ko'tarilishga boshlabdi. Shuningdek, kishilar Musobayga Xizr bo'liqqan ekan deyishadigan bo'pti. Xo'sh,